Assalomu alaykum. Andijon viloyati Bo'ston tumani 600 enlik 134 sonli konturda Sariqjo'ga MFYda joylashgan poliz ekinidamiz. Hozirda bu yerda torg'iz ekinlari yetishtirilmoqda. Yer maydoni 10 gektar. Uzunligi 500 metr, eni 200 metr. Bu yerda torg'iz ekilgan. Zamonaviy o'g'itlar bilan o'g'itlanib sug'orilmoqda. Hozirda tarvuzlarimiz 9-iyul holatiga ancha katta holatga yetib kelgan. Tarvuz ekinlarimiz keyingi oyda iyul oyining 5-sanasida ekilgan tarvuzlar sotuvga tayyor bo'ladi. Bu yerga 66 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. 66 ta dehqon xo'jaligiga bu yerda 1,5 sotixdan to'g'ri keladi. Hozirda bu yerga imkon sari 90 MCJ ishlab chiqarish konverteri biriktirilgan. Torvuzlarimiz yetishtirilib, yig'ishtirilgandan keyin bu yerga yana daromadlik mahsulotlar ekib, dehqon xo'jaliklarini daromadlarini oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.